Assalomu alaykum. Bugun demak monkey type va z type ni o'rganamiz, nimaligini bilib olamiz. Xo'p, birinchi navbatda Google Chrome'ga kirib monkey type deb yozib olamiz va bizga birinchi chiqadigan narsa monkeytype.com. Mana shu haqiqiy original o'zini sayti hisoblanadi. O'zi bu narsalar nimaga kerak desa, bu narsalar birinchi navbatda bizga o'sha klaviatura bilan ishlash qobiliyatimizni yanada oshiradi. Masalan, hozir bu birdan chiqqan narsasi, demak monkey type ni mana bu 60 sekundlik mana vaqt nimasida so'zlar orqali, kvotalar orqali ham qilishimiz mumkin. Mana shu yerda demak bizni mana shu matn berilgan, mana shu matndagi demak biz o'sha shunaqangi darajaga chiqishimiz kerakki, demak 60 sekundda 35 ta so'z yozishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ta. Kelinlar shuni sinab ko'ramiz. 1, 2, 3 boshladik. Hozir F harfini boshlashim bilan mana shu 60 sekundlik narsa o'z-o'zidan vaqtga boshlanadi. Mana ketdi mana. Find against number will by this while down hand course could even it use but into lead won't last home call sim word in number program change and out place more point of interest. Hozir ko'ramiz qani o'sha 1 daqiqa ichida nechta harf yoza olar ekanman. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana 40 ta harf yozdim. 41 ta harf yozdim, 40 tasi to'liq chiqdi. Demak 96% aniqlikda. Buni albatta screenshot qilib qo'yamiz. Screenshot qilganimizda ham print screen nimasini bosamiz. Buyrug'ini mana shunday belgilab qo'yamiz. Xo'p. Endi ikkinchisi bizga Z type. Mana video o'yin va bu video o'yin ham hozir shuni video o'yinga ham kiramiz. Z type ni o'yiniga kirganimizda mana shu demak qiziqarli bo'lgan o'yin kelib chiqadi. Buni o'yindan maqsad nima? Ana shu o'yinni qiziqarli ravishda demak olib borish. Bunda nima bo'ladi desa, mana hozir bosamiz. New game. Ovozini pasaytiramiz. Xo'p, demak bizda kerak bo'ladi mana shu so'zlarga, demak o'sha harflarni terish orqali biz demak har bitta harfni terganimizda bizga har bitta harfimiz demak o'q hisoblanadi va har bitta o'qimiz o'sha so'zlarni yorib ketar ekan. Mana shu har bitta o'qimiz o'sha so'zlarni yorib tugatganligi uchun bizga demak ball beradi. Masalan, sites, paid, type, hit, compulsory. Eng nimasi, eng muhim qismi bu yerda o'sha so'zlar hech qachon sizgacha kelmasligi kerak. So'zlarni hech qachon o'zingizga olib o'tkazib yubormasligingiz kerak. Imkon qadar o'sha so'zlarni imkon qadar ko'rib, qaysi harf qayerdaligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, bizga topshiriq berilgan 5-wave 5-gacha o'sha o'ynab ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Making alter days lose pure hours
functions va hokazo. Mana 5-bo'limga keldik va 5-bo'limida qani ko'ramiz. List, fail, joke, onto, says, try, off, maybe, before, side. Mana o'tib ketganligi uchun bizda shu vazifa bajarilmay qoldi. Mana xullas shu tarzda demak amalga oshirilar ekan.